Hududlarda sanitariy osoyishtalikni asrash, aholini oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanishini oldini olish maqsadida Sanepid qo'mita viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan dehqon bozorlari hamda savdo komplekslarida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Sifati kafolatlanmagan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish turli ko'ngilsiz holatlarga sabab bo'ladi. Sanepid qo'mitaning viloyat boshqarmasi, shahar va tuman bo'limlari xodimlari tomonidan hududlarda bu boradagi profilaktik tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Samarqand shahrida tashkil etilgan sanitar targ'ibot tadbirida aholi o'rtasida ovqatdan zaharlanishning salbiy oqibatlari, uni keltirib chiqarayotgan asosiy omillar haqida fuqarolarga tushunchalar berilmoqda. Savdo rastasiga chiqarilgan har qanday oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik muddatiga qat'iy amal qilish, ishlab chiqarish joyi va ishlab chiqaruvchisi noma'lum bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini sotish va sotib olmaslik bo'yicha zaruriy ko'rsatmalar berilmoqda. Qo'lbola tayyorlangan konserva mahsulotlaridan zaharlanishni oldini olish maqsadida fuqarolarimizga, tadbirkorlarimizga va sotuvchilarimizga Sanepid qo'mita xodimlari tomonidan keng ishlar olib borilmoqda. Xususan, bozorlarda kirish darvozasiga plakatlar ilinib, mana shu sifati kafolatlanmagan, qo'lbola tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olmaslik yoki iste'mol qilmaslik bo'yicha xaridor va sotuvchilarni ogohlantirib kelishmoqda. Sanitar targ'ibot tadbirlari davomida bozor hududida tozalik va ozodalikka amal qilish, chiqindilarni yig'ilib qolishiga yo'l qo'ymaslik hamda qo'lbola usulda tayyorlangan konserva mahsulotlari, sifati kafolatlanmagan go'sht va sut mahsulotlarini savdoga chiqarmaslik bo'yicha mas'ullarga aniq ko'rsatmalar berilib, ogohlantiruvchi plakatlar o'rnatildi.